Assalomu alaykum, hurmatli podkastimiz ishtirokchilari. Bu safar mana ayol kishi bizni o'qigan onlaynda suhbat qilamiz. O'zi ayollar o'rgansa bo'ladimi, qiynalishmaydimi degan savollarga bizni zemlagimiz javob berishadi Qashqadaryodan. O'zlari haqida ozroqgina ma'lumot berib, darslarimiz qanaqa bo'ldi, qanaqa ketyapti, qanaqa kutuvlar bilan keluvdi, qanaqa natijalar bo'ldi, hammasi haqida o'zlaridan realni eshitamiz. Assalomu alaykum. O'zingiz haqida ozroqgina ma'lumot. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Eshonqulova Gulxoya. Shu Qashqadaryo viloyati Koson tumanida tug'ilib o'sganman. Shu qishloqda qiziman, men ham sizga o'xshab. Kosonga ko'p borganman men lekin. Paxta terimiga 31-sovxozga borardik-da. Ha, bizda o'zi hamma paxta. Shunaqa tayyorlanib kelganmiz o'qishda. Shunday. Endi u qiyinchiliklar Xudoga shukr o'tib ketdi. O'tib ketdi haqiqatdan. Paxta muammosidan qutuldik. Men o'zi iqtisodiyot universitetida o'qiyman, 4-kurs talabasiman. Xo'jayinim nima qilaman desam qo'llab-quvvatlaydilar. Rahmat xo'jayinizga. Rahmat aytaman o'zim ham. Keyin bu yo'nalishga o'zi singlim qiziqqan. O'zi ikkalamiz qiziqishni boshlaganmiz. Bu qiziqish boshlanganiga noyabr oyida bo'ldi o'zi boshlanishi. Nima qilsak, shu uyda o'tirib, ko'chaga chiqmay, bironta yo'lini qilsak, internet orqali mana uzum degan narsalar chiqib qoldi. Uzum orqali. Shunaqa narsani keyin bunaqa shokolad ishlab chiqarsak, uyda o'tirib, shuni o'zi uyda chiqarib sotsakda, shunaqa qilsak nima deysan deganimizda, orada boyaga YouTubedan pul topsa bo'ladi degan gaplar chiqib keldi. Qiziqish boshlandi. Endi kuzatish boshlandi. Har ko'p-ku, masalan, YouTuberlar ko'p. Xudoga shukr. Keyin telefon qilishni boshladik. Dekabr oyi edi. Qizimni bir ertaga aytgan, qanaqadir nima deydi endi, yosh, 3 yosh, 4 yoshli qizim. Uni o'zi bittasi qo'yib yuborgan. Unaqa kanal yurakdan ochilmagan, shunaqa video ko'rishga kanal. Uni qo'yib yuborgandan keyin u 2 millionmidi yo 2 mingmidi yo 2 millionmidi deyman, ko'rilib ketdi-da u. Juda ko'p ko'rilib ketdi. Qizingiz necha yosh bo'lgan? 4 yoshli qizcham. Ertaga aytgan, u bunaqa chiroyli ertaga aytmagan. Endi shu yosh bolalar shunday boya kattalar ham qiziqadigan ertaga aytgan. Boya kommentariyalar, uni qara. Bitta bu nima deydi? Shunaqa oddiy aytilgan ertak shunaqa bo'lib ketdi. O'rgansak bo'lmaydimi? Ana endi biz telefonlashib gaplashishga tushdik. Gaplashdik, unisi bilan gaplashdik, bunisi bilan kanal ochib beraman, $500 bersangiz. Yurgan kanal beraman, 130 million bersak. 130 millionga yuradigan kanal $1000 pul olasiz. Hech qanday harakat qilmaysiz, hech narsa o'rganmaysiz. Bu ham bo'lmaydi. Keyin bunaqa ko'p oliftalanib yokida bir osmondan kelib gapirayotganlarga ishonmadik-da. Yoshi kattaroqlardan ham eshitdik. Keyin o'rtada siz ham chiqdingiz, keyin jonli efiringizda singlim uyda o'zini telefonidan ko'rib, xo'jayini telefonidan video ko'rgan. Chunki siz YouTube'ga chiqmaydi deb aytgansizda. Zaps bo'lmaydi degan. Zaps bo'lmaydi degansiz. O'shanday qilib tashlatdi, ko'rqani, bu Oybek bozori bor ekan, bizdan ekan. Keyin boshladim o'shandan videolarni ko'rishga tushdim. Qisqasi, boya noldan videolarni ko'rib chiqdik. Hammasini ko'rdik, nima deydi, o'rgandik. Bildik, keyin qaror qabul qildik ikkalamiz. Onlayn o'rganamiz dedik. Onlayn harakat qildik, YouTube'da kanalni ochdik ikkalamiz. Keyin onlayn darslarni sotib olgansizmi? Yo'q. Prosta bepul darslardan o'rgangansiz. Nimada? Bepul o'rgatganlaringizdan. Bitta siz emas, endi boshqa YouTuberlar ham o'rgatganki, noldan unday qilamiz deb o'shalarni ko'rib chiqdik-da, keyin biz o'zimiz kanal ochishga harakat qildik. Bir Dostonbek degan bola bor ekan, Moskvada ishlayotgan o'zi. Bepul video ochishni o'rgatamiz dedi, lekin baraka topsin, o'sha ham to'g'ri o'rgatgan ekan. Meni kanalim yurmadi. Asmira yo'nalishni qildik, uchmadi. Normal xarajat qilib qo'ydim, lekin o'sha bo'lmagandan keyin bolalarimning o'yinchoqlari, keyin qo'shimcha ham oldik. O'yinchoqlar bilan uychalar yasab, shunaqa narsa qilishni boshladik. Singlimning kanali uchib ketdi. Meniki yo'q, to'xtab qoldi. 0. 20 tami, bittasida 20 ta podpisчик, bittasida 50 ta podpisчик. O'xshamayapti, nima qilamiz deb, bo'lmasam offlayn o'qiymiz deb. Offlayn o'qiymiz, nima qilamiz? Bo'ldi, borib kelayqan bo'lmasam, ko'rib kelayqan deb keldik sizning oldingizga. Haqiqatdan men ham kompyuterda o'tirmaganman, o'rganmaganman, savdo ishi bilan yurganman yoshligimda. Keyin oila tashvishlari,
hozir 4 ta farzandim bor. Xo'jayinim Moskvadalar. Keyin endi bir nima deydi, sharoitni normallik qilaylik. Farzandlarimiz uchun biz o'qisak, farzandlarimiz ham o'qimishli bo'ladi. Shunaqa. Shunaqa yo'lni tanladikda, keyin keldim. Rahmatulloh akaga juda nima deydi, haqiqatdan ham biza qancha savol bersak ham erinmasdan keyin tushuntirishlariga gap yo'q. Qarab turib o'zlaridan ham so'radim. Bu darajaga erishish uchun necha yil o'qisak bo'lar ekan, harakat qilsangiz bo'ladi. Keyin 2 kun qiynaldim, to'g'risi yo'ldan qiynaldim. 9 yil oldin kelganman Toshkentga. Keyin kelganimga yo'ldan qiynaldimda, keyin ham kirmaydi, bilasiz, ro'zg'or tashvishi. Xuddi shunaqa. Endi baribir yoshlikdagidek bo'lmaydi hech narsa. Bekor kelibman degan fikr bo'ldi 2 kun. Keyin 3-kundan qarasam, o'zi esimda qolayotgan bo'ldi, boshladik. Kanal hali ocha olmadim, chunki kompyuter versiyasidan mening telefonim unaqa qabul qila olmaykan. O'tkaza olmadik, faqat video ishlashni boshladim, faqat shorts videolar. Long videolarda qandaydir hali bizaga sargina bormi, harakat qilyapman-u, bo'ladi xudo xohlasa. Nasib qilsa harakat qilsak. Endi BMG Drive sal tajriba bilan keladigan narsa o'zi. Shunday. O'zi mana darsdan kelishdan oldin tajribasi bo'lgan ekan o'zi, kanal ochib, nimadirlar qilib ko'rgansiz. Shunaqa. Bu kelgandan keyin o'zi qanaqa kutuvlar bilan keluvdingiz masalan? Shu bo'ladi-ku o'zi. Darslarni eshitganimdan keyin bemalol hali biz pul kutmayapmiz. Hamma joyda ham shunaqa o'zi. Qayerga borsangiz ham, mana 4-kursman, lekin hali pul yo'q. Normalli xarajat qilib qo'ydik, kontraktga o'qiyman. Hech pul xarajat qildingiz? Nimaga? Shu institutga? Universitetga endi ko'p. Aytib bo'lmaydi endi. Juda ko'p. Endi o'zi bo'lmaydi. O'ziz bilasiz. Universitetga endi unga tayyorgarliklarni ayting, hammasiga ko'p ketdi. Umrchi. Umrda ayting, shunaqa. Endi hali lekin o'shanda ham mana 3-kursdan ishga kirsanglar bo'ladi deyishdi. Biz borsak, qarang 1200'miş. 1.200.000 oylik. Men 1.200.000 oylikka ishlay olmayman. Temboli tepada xo'jayin bo'lib tursa, o'zi bo'lmaydi. Keyin shu nima deydi? 4 yil bitirganingizdan keyin hozir yo'q, bitirmasimiz turib, 3-kursdan bemalol ishlasak bo'ladi bizga. $100 oylik taklif qilishyapti. Shunaqa, $100 oylik. U yo'lingizga ham yetmasa kerak menimcha. Yo'q, o'zimizni oldimizda. Biz oldimizda texnikum bor. Yo'q, xohlamadim to'g'risi. $100 uchun ishlashni xohlamadim. Keyin maktabga ishga nima qilamiz desak, o'rinlar to'lgan. Nima sohada o'qiyapsiz? Huquq. Huquq. Ustozchilik. Ustozlik qilsam ham bo'ladi, keyin bunaqa joylarga, xohlagan joyga ishlasam ham bo'ladi. Biz yo'nalishimiz javob beradi. Faqat endi oyligi to'g'ri kelmadi. Keyin xo'jayinim ham 1.200.000 berayotgan bo'lsa, qo'yish uyda o'tirganing ma'qul deganlardan keyin uyda o'tirdik. Shu. Xo'p, keldingiz darsga. Siz masalan oldin kompyuterda ishlab ko'rmagansiz? Yo'q. Yoshligimda lekin dinda siygadigan narsalar bo'laychi edi. Biz o'zimizda dadam shunaqa joy bor edi. Biz o'zimiz taxlanganida bolalar keladi, o'ynaydi. Har doim birinchi o'rinda bo'lganman. O'yin o'ynash bo'yicha. O'yin o'ynaganda Mortal Kombat shunaqa dinda siygan narsalarni har doim birinchi o'rinlikda yurganman. Keyin tashlab ketganmiz-da. Yoshligimizda bo'lgan. Maktabni bitirgunimcha shu narsani qilganman lekin. O necha yil oldingi gapdi, menimcha. Shunaqa. 15 yil oldingi gap. Hozir kelib turib offlayn darsni mana 12 ga yaqin o'qidingiz. Shunaqa. Nimalarni o'rgandingiz o'zi? YouTube'da to'g'ri kanal ochishdi. Asosiy birinchi o'rinda. Uni chuqurlashgan joylari bor ekanda, endi aytilmayotgan joylari bor ekan, aytilmayotgan nuqtalari o'tildi. Bu taraflari bor ekan. Masalan, men offlaynda tavsiya qilaman, onlayndan ko'ra. Ayniqsa bilmagan, tushunmagan odamga. U o'yinni bildi degani YouTube'ga kirib, YouTuber bo'lib ketdi degani emas. Xuddi shunaqa. To'g'risi. Shunaqa o'qisa lekin u boshqacha bo'lar ekan. Ko'pchilik masalan, shunaqa qilinar ekan deydi-da, eshitib oladi-yu. Lekin uni mag'zi bor-da. O mag'ziga yetib bormaydi. Prosta video qilsam bo'ldi, prosta kanal ochsam bo'ldi deb o'ylashadi ko'pchilik. Oybek akadan eshitib oldim yoki boshqadan o'rganib oldim. Bo'ldi, kanal ochdim o'zim. Endi video qilsam bo'ldi, yurib ketadi deb o'yladi, lekin buni xatoligini tushunayapsiz-a? Shunday, xato ekan. Keyin bugun bir oshxonaga shu nimada kafega borganimda o'zimizdan Qashqadaryolik bola xizmat qilib yuribdi ofisdan. Chaqirdim.
oyligini so'radim, necha soat ishlashini so'radim, tavsiya qildim. Rahmat. Tavsiya qildimki, faqat o'ziga emas, Sardor degan bola agar ko'rsa, tavsiya qilaman. Sizni kanalingizni ko'rishini birinchi o'rinda. Chunki ko'rmagan odam, eshitmagan odam o'zidan o'zi xarajat qilib yo harakat qilib kelmaydi. Bilish kerak, yo'li borligini birinchi. Ayollarga tavsiya qilaman, juda qulay. Aynan mayli nimada kompyuter yo'nalishida bo'lmasin, o'yin bo'lmasin. Men bunaqa narsa oldim bugun. O'rgizorga bordimda, bolalarimga tashkil qilib beraman dedimda, o'zimni kanalimni yanada kuchaytirish uchun Xudo xohlasa olib keldim. Mayli hech narsa xarajatsiz bo'lmaydi. Harajatsiz bo'lmaydi. Albatta, harakat bilan xarajat qilish kerak. Keyin nima deyman? Ayollar o'zini ko'rsatish shart emas. Plyuslari shuda o'zi. Shunaqa. Masalan, chiqib o'zini ko'rsatib, gapirish ham shart emas. Shunday. Ekran ortida kim ishlatganini bilmaydi masalan. Shunday. Ayniqsa meni ko'pchilik o'zi BMJni taklif qilaman. Chunki xarajatsiz yo'nalishda, to'g'ri, boshida bir kompyuter olishga pul ketishi mumkindir, lekin dalshi o'sha kompyuterni 5-10 yillab ham ishlatadi-da. Shunaqa. O'zi BMJ bo'yicha qanaqa tajribalarga ega bo'ldingiz, videolar qilyapsiz? O'zi masalan ayol kishisiz, baribir kompyuterda ishlash sal noqulay bo'lishi mumkin. Albatta. Qanaqa bo'ldi o'zi? Boshida kelganda uddalay olaman degan bobida qo'rquv bormidi? Kelayotgan vaqtim yorib yuboraman deb keldim. Kelganimdan keyin 2 kun o'ylovga tushib qoldim. O'zimizdan hamma qochaman deb qoladi 2 kundan. Nimaga keldim? Telefondan bu singlim bilan ham gaplashib, endi farzandlarimni singlimga tashlab kelganman-da. Voy, bekor kelibman. Umuman kirmayapti kallamga. Вообще olmayapti. Xotira yo'q. Nimadan keyin nimani bosishni ham bilmayapman, boshqarishni ham bilmayapman. Mashina haydash kerak ekan, to'g'ri nimadirlar. Keyin uni montajniki toza ham. Montajli ishlarni singlim qilgan har doim. U hakkerda o'zi. Juda texnika yaxshi tushunsa kerak-da. Texnikani juda yaxshi tushunadi. Endi bolasi yosh bo'lgani uchun kelmadi-da. Keyin endi harakat qilib o'rganishga harakat qiling, endi unday tashlab kelmang shunday joyda degandan keyin yaxtan dadam duo qilib turibdilar. Duosini siz Xudo. Shunaqa biz tekshirdik buni halol haromligini, keyin musulmonlar idorasidan surishtirdik. So'radik, qanaqa narsa, bunaqa qanday bo'lar ekan? O'rgansak, mana shunday shunaqa deganimizda, yo'q, bu halol. Harakatga yarasha, xizmatga yarasha halol deganda. Peshini terib qilasizmi bunga ham baribir iloji yo'q. Haloldan halol ekan. To'g'risida bu birinchi o'rganib bunga kirishib kelishga ancha harakat qilish kerak ekan. Endi bitta plyus taraf bor-da uni. Boshida bir qiynalasiz-ku. Bitta o'rganib olganingizdan keyin bu takrorlanuvchi narsa-ku. Har safar masalan yangi narsa qilmaysiz-da. O'rganganimdan keyin institutga o'qiganimga to'g'risi pushaymonib qoldim. Lekin yana domlalarim ko'rib, noto'g'ri tushunmaylar. Agar ko'rib qolsam mabodoki, domlalam ham juda yaxshilar. Endi kuratorlarni ko'rib yana Gulxoya ana qilibmizmi deyotmasinlar-da. Prosta kelajagi buyuk davlat deb hozir YouTube'da aytayapman-da, to'g'risi. YouTube o'zi kelajakni ko'ryapman-da. Chunki bu zamonaviy ish. Shunday. Masalan, men o'zim ham 4 yil institut o'qiganman. Masalan, men ham xuddi sizdek vaziyat bo'lgan. Mana 2018-yil bitirish kerak. Diplom olganman, nima qilaman endi? Borsam, masalan, aytganingizdek $100 oylik. Shunday. Yo, buni tanlashim kerak bo'lgan, yo buni tanlashim kerak bo'lgan. Keyin YouTube tanlaganman, chunki kelajagiga ishonganman. Sababi YouTube shunaqa narsaki, to'g'ri, boshida pul bermaydi, lekin sabr qilib 5-6 oy ishlaydigan bo'lsa, menimcha uncha ish yaqinlashib kela olmay oldiga, chunki bu vaqt o'tgan sari kuchayib boraveradi. Sizni hozir qilgan mehnatingiz butun umr daromad olib kelishi mumkin-da. Masalan, darsda ham kanallarni ko'rsatib berdim, boshqa narsani ko'rsatib berdim. Mana shunaqa narsa, ya'ni kelajakda shunaqa bo'ladi, xudo xolasa, harakat qiladigan bo'lsangiz. Yana bitta narsani o'yladikki, biz O'zbekistonda turib Amerika YouTube'da ochyapmiz-ku. Agar ishonmaganda yevropaliklar, amerikaliklar shu bizlar qiladigan ishni qilaychiydimi? Qilyapti-ku ular. Pul topyapti-ku. O'zidan o'zi nima deydi, vaqtini ketkazib o'ynatib o'tirmagandir yoki bir nimalar qilayotgandir. Ularni qilayotgan harakatini ko'rib, biz harakat qilmayapmiz dedim. To'g'ri fikrladi. Chunki masalan Amerikada video qiladiganlar ham yoki Yevropada video qiladiganlar ham masalan ular bizdan ko'ra yaxshiroq ishda ishlaydi, oylik oladi, masalan pul o'ziga yetar, lekin shunday bo'lsa ham ular yutib yurtadi. Bekorga emas-da, chunki yaxshi pul to'lashini biladi ular. Biroq O'zbekistonda hali bu kasb sifatida shakllanmagan, ko'pchilik
ishonsa bo'ladimi, qilsa bo'ladimi yoki kimlardir umuman bilmaydi hamda Amerika YouTube bor, yo'q, o'zi qanaqa narsa, u unaqa aldab ketadigan narsam deb odamlarda qo'rquv bor. Sizda ham boshida bo'lgandir masalan, endi qiziqqan paytlaringiz. Yo'q, bizda bo'lmadi. Chunki bu gapingizga o'zimni qarindoshlarimni aytsam, amakilarim, ammalarim. Shunday ham bo'lar ekanmi? Nima qilasan unday qilib? Institutda o'qiyotgan bo'lsang, oliy ma'lumotli bo'lsang, ishlaysan, topaverasan, bolalaringga qarab. Bu qanaqa narsa endi? Keyin bu boyagi kanallarimizda endi ko'rsatganimizni bilmaganmiz-da biz endi o'sha payt ko'rsatganmiz. Mana bunaqa desak, shundan ham pul topsa bo'lar ekan. Ishonch yo'q-da. Keyin ko'rishmaydi, bilishmaydi, yuraverishadi-da. Endi nasib bo'lsa, Xudo xohlasa qaytsam, agar siz borib o'sha yoqdan bunaqa o'rgatishni, offline darslar. Offline darslarni ochib qo'ymasangiz, men nasib bo'lsa ochaman. Bo'ldi. Duo beramiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Yordam berasiz. O'zi mana BMJni o'rgandingiz, to'g'rimi? To'g'ri qiyin bo'lmaydi boshida, oson bo'lmaydi. Qiyin bo'ladi. Juda ko'pchilik qiynaladi. Baribir o'zingiz kursdoshlaringiz atrofida ham ko'rdingiz. Nima maslahat berasiz mana shu narsaga qiziqayotgan? Qanaqa qiyinchiliklar kutib turibdi oldida? Kelishini xohlayman, to'g'risida. Bu ro'zg'or yokida oila, kelajakda mana bu dunyo tashvishlarini oldiga bu ish narsa emas. To'g'risida. Shunaqa. Bu odam qilganda odam qiladi. Xuddi shunaqa. Odam qilgan ishni har doim odam qilib kelgan, o'rgansin, pulni ishlasin, soqqani qilsin, nima orzu qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin, to'g'risi. Faqat yaxshi niyatlar bilan kelsa, Xudo xohlasa, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Bitta yoshlarga emas, ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, yoshi o'tganmi yoki o'tmaganmi, kelsin o'rgansin. Tavsiya berasiz, to'g'rimi? Albatta tavsiya beraman. 100% o'xshaydi. Xudo xohlasa bu boshlanishi bizga endigina kirib keldik o'zi. Siz 2017-yil boshlagan bo'lsangiz, o'sha vaqtda bizlar qo'limizda bo'lgan, sensor telefon bo'lgan-da, lekin unday darajada rivojlanmagan. O'zi YouTube'ga kiradigan odam ham kam edi u paytlar o'zi. Shunaqa. O'zi o'sha vaqtlar kam edi. Biz 2017-yil to'yimiz bo'lgan bo'lsa, xo'jayinim bilan biz Rossiyaga ketdik. Nima uchun? Uy olamiz. Ro'zg'or tashvishi. Ro'zg'or tashvishi uchun. Dadasini oyliklari kam edi, 3.200.000 o'sha vaqtlari. Keyin shunday ishlardan arizani yozib bo'shadilarda ketdik biz. Er-xotin ikkalamiz ketdik. Yosh kelin kuyovligi davrimizda Moskvani ko'chalarida o'tkazdik. Keyin keldim, dadasi qoldilar, men hozir ham Rossiyada yuribdilar. Qiyin. Albatta qiyin. Bu yerda yashagan bilan 3 million 4 million oylikka ro'zg'or bo'lmaydi. Yana farzandlar deysiz, o'qitaman deysiz. Shu niyatlar bilan, yaxshi niyatlar bilan keldik, Xudo xohlasa. O'zi bizni boshlashda niyatimiz ham shu edi, masalan, shu odamlar chekka chiqib yurib, oilasidan yiroq, farzandlardan yiroq yurmasdan. Chunki biz o'zimiz tarafda shunaqa narsa bor. Biz ham masalan siz Kosondamsiz, biz Nishon tumanidamiz. Baribir nima, cho'llik zona bilasiz. Kun ko'rish faqat Rossiya dehqonchilik, chorvachilik bo'lishi mumkin. Endi Koson taraflar sal rivojlangan, chunki u joyda ishlab chiqarish bor, bozor bor, bolalar sotib qiladi, kursdoshlarim bor u joyda zo'r biznes qiladigan. Baribir qiyin sharoit. O'sha paytlari 2017-yil o'sha Rossiya borib, masalan, ota-onasini janozasiga kela olmagan o'zimiz tanishlarimiz bo'lgan. U odamga og'ir botgan. Nima uchun? Shu uchun borib kelish kerak. Shu joyda o'tirib, masalan, mayli 4 oy bo'lmasin, 1 yil harakat qilsin, shu 500 ming dollarni uyda topsin, u ketmaydi hech yoqqa. Agar o'zbek oyiga 500 dollar qo'shimcha daromad qilsa, hech yoqqa ketmaydi. Shu ota-onasining xizmatini qilib, farzandlarining yonida turib, shu jufti halolni oldida yurib, mazza qiladi. Biz ham boshlash niyatimiz shu bo'lgan. Ya'ni odamlar ishli bo'lsin. Bu zamonaviy kasb. Masalan, oldin 10 yil oldin IT dasturlovchisi hech kim bilmagan. Qanaqa soha ekan? Mana 10 yil ichida qanaqa rivojlanib ketdi. YouTube ham xuddi shunaqa kasblardan biri bo'ladi. Hali to'g'ri YouTube'da ko'pchilik mag'ziga yetib borgani yo'q, lekin 1-2 yil ichida shunaqa rivojlanib ketadi. Xuddi IT sohasi qanaqa o'rganilgan bo'lsa, davlat miqyosida o'rgatish boshlanadi bu. Chunki O'zbekistonga normalniy plop kiradi bu. Masalan, O'zbekistonda turib, xuddi dasturchilarga o'xshab, Amerikadan pul ishlab yoki boshqa yerdan pul ishlab, O'zbekistonga olib kirib, rivojlantirishga hissa qo'shadi. Xudo xohlasa, shunaqa shogirdlar eng zo'rlaridan bo'lib, yaxshi daromad topib, Xudo xohlasa. Minglab shogirdlar o'qitish nasib qilsin sizga. Nasib, Xudo xohlasa. Ishlaringizga rivoj, rahmat shunchalik yo'q demasdan ayol boshingizga chiqib
odamlarga haqiqat yetkazaman degan uchun rahmat. Fikrlaringiz? Fikrlarim hammaga tavsiya qilaman. Hammaga deganim pul topaman, ishlayman. O'zimni karyeramni rivojlantiraman deganlarga tavsiya qilaman. Zo'r. Agar masalan xohlagan odam iplaydi. Iplaydigan ish. Iplasa bo'ladi. Masalan, biz raket yaratishni o'rgatmayapmiz-ku. Shunday. Masalan, mashina ishlab chiqarmayapmiz. Qanaqadir qiyin bir matematik formula bermayapmiz. Ketma-ketlikda to'g'ri texnikani ichini salgina o'rganib olsa, xudo xolasa yo'lga tushib ketadi. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'lingizlar. Ustozlarimga rahmat aytaman. Gap yo'q, umuman gap bo'lishi mumkin emas. O'rgana olmayman degan odamni ham o'ziga jab qilib, olib qolib, nima deydi, strogada bo'lmaydi. Hazil, huzul, hamma narsani yetkazib berishadi. Keyin yana bir tarafi plyusligi buni sizni kanalingizda, endi masalan, sizni kanalingiz emas, sizni darslaringizda bu birdaniga to'xtab qolmaydi-da. Uyga borganimizdan keyin ham dars berish davom etadi. Xuddi shunaqa. Onlayn hamma narsaga yordam berishadi, ko'tarilishimizga yordam berishadi-da. Har doim baribir o'sha o'quvchilar bilan aloqada bo'lamiz, tushuntirdik, masalan, ertalabdan kechgacha jonli efir bo'lishi, masalan, kompyuterdan yoki telefoningizda nimadir muammo chiqib qolsa, NDSdan kirib yordam berishlari, doim aloqada borda bizda. Boshqa kurslardan ustunligimiz ham shu. Boshqa kurslarga borsa, masalan, kurs tugagandan keyin bo'pti, xayr deydi. Undan keyin masalan nimadir muammoga duch kelib qolsangiz ham nima qilishingizni bilmaysiz. O'zi asosiy natijadan to'sib turadigan narsa kerakli vaqtda sizga to'g'ri maqsad berilmasligi. Siz bir qadam qolganda maqsad bo'lmasa orqaga qaytib ketaverasiz. Chunki bitta narsa ushlab turgan bo'ladi o'zi. Xudo xolasa bizning kurslarimizda mana shu narsa oldi olingan. Shunday, lekin haqiqatan sizni mana nima deydi, jaydarligingiz, ham o'zimiz tarafdan siz-ku, endi gap o'zimiz tarafdanligida emas. Boyagi nima deydi, tushuntirib bera olish, yetkazib bera olish. Sizni ko'rgandan keladigan odamlar ko'p. Lekin nasib qilsin hammaga ham kelinglar, o'qinglar, tavsiya qilaman. Gap yo'q, zo'r. Rahmat hammaga shuncha vaqt ajratib, videoni ayol tanishiga tashlab qo'yasizlar, mana yoqqan misol. Xudo xolasa shunaqa podkastlarni ko'proq qilib turamiz. Savollar bo'lsa albatta yozib qoldiringlar. Keyinchalik keyingi o'quvchilarimizga shunaqangi savollarni beramiz. Qo'llab-quvvatlasizga umid etamiz. Like'larni olmanglar. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar.